Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan hammamizning oshxonamizda doimo bo'ladigan, lekin qadri ko'pincha bilinmaydigan bir sabzavot haqida gaplashamiz. Bu piyoz. To'g'ri eshitdingiz. Har kuni atiga bitta dona piyoz yeb turish tanangizni ko'plab kasalliklardan himoya qiladi. Keling bu mo'jizaning sirlarini birgalikda bilib olamiz. Piyozdagi foydali moddalarning kuchi. Piyoz tarkibida C vitamini, B6 vitamini, kaliy, folat va eng muhimi antioksidantlar juda ko'p. Eng mashhur moddasini eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu kversetin. Bu modda tanadagi yallig'lanishni kamaytiradi, hujayralarni himoya qiladi va immun tizimini kuchaytiradi. Shu sababli piyozni tabiiy antibiotik deb ham atashadi. Yurak va qon tomirlar uchun ham juda katta foydasi bor ekan piyozni. Har kuni bitta piyoz yeb turish qon bosimini me'yorda ushlab turadi. Piyozdagi kversetin qon tomir devorini mustahkamlaydi, yomon xolesterinni kamaytiradi. Natijada yurak kasalliklari xavfi kamayadi. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, muntazam piyoz yegan insonlarda infarkt xavfi 15-20% ga past bo'lar ekan. Qandli diabet va immunitetga ta'siri. Piyozdagi tabiiy oltin gugurt birikmalari qondagi shakar miqdorini pasaytiradi. Shuning uchun ham diabetga moyil insonlar uchun bu juda foydali sabzavot. Bundan tashqari piyoz immunitetni mustahkamlaydi. Shamollash, gripp yoki virusli kasalliklarga ham qarshi tabiiy qalqon bo'la oladi. Saraton hujayralariga qarshi himoya sifatida ham foydalansa bo'lar ekan piyozni. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, piyozdagi antioksidantlar va flavonoidlar saraton hujayralarining o'sishini sekinlashtiradi. Ayniqsa oshqozon, yo'g'on ichak va o'pka saratoniga qarshi himoya kuchli samara beradi. Demak, har kuni ozgina xom piyoz yeyish kelajakdagi sog'lom hayot uchun sarmoya. Suyak zichligini oshiradi. Piyoz tarkibidagi kalsiy, magniy va kversetin suyak to'qimalarini mustahkamlaydi. Ayniqsa ayollar uchun foydali. Chunki yosh o'tgan sayin suyaklar mo'rtlashadi. Tadqiqotlarda aniqlangan, muntazam piyoz iste'mol qilganlarda suyak zichligi 5-10% ga yuqori bo'ladi. Ya'ni har kuni bir dona piyoz bu osteoporozga qarshi tabiiy himoya. Allergiyalarga qarshi yordamchi sifatida ham ishlatilar ekan. Piyozdagi kversetin moddasining yana bir foydasi u allergik reaksiyalarni kamaytiradi. Burun bitishi, ko'z yoshlanishi yoki mavsumiy allergiya paytida piyoz tabiiy antihistamin rolini bajaradi. Demak, bahor yoki kuzda allergiyadan qiynalayotganlar uchun bu juda oddiy, ammo samarali yechim. Yaxshi uyquni ta'minlashga ham yordam berar ekan piyoz. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin piyoz tarkibidagi folat va B6 vitamini asab tizimini tinchlantiradi. Bu moddalar serotonin va melatonin ishlab chiqarishga yordam beradi, ya'ni uyqu gormonlari. Kechqurun salatga ozgina xom piyoz qo'shib yeb ko'ring. Tanangiz tinchlanadi, uyqu chuqurroq bo'ladi. Ko'rdingizmi azizlar? Oddiy piyoz nechta foyda berar ekan? U yurakni, suyakni, immunitetni, hatto uyquni ham qo'llab-quvvatlaydi. Demak, piyoz bu nafaqat taomga lazzat berar ekan, balki hayotga sog'lomlik ham baxsh etuvchi ne'mat hisoblanadi. Har kuni bir dona piyoz yeyishni aslo unutmang. Tanangiz sizga rahmat aytadi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni hamda sog'lom hayot sari men bilan birga qolishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni hamda salomatligingizni asrang.